Akamizni bitta ko'z umuman ko'rmay qolgan. Alloh taolo bergan ne'mat, ko'z ne'matidan ayrilib qolishlik. Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodarlar, biz Qirg'iziston O'sh oblasi Araman rayonidan Ibrohimjon akamizni yonidan bir sizlarga video murojaat qilib turibmiz. Bu yerga kelishimizning maqsadi akamiz Alloh taoloda bir shu hayot mobaynida juda ham ko'p Alloh taolo sinovlarga duchor kelib, oila, bola chaqa, uy hamma yo'qdan bir Alloh fazli bilan bir sinovga uchradi va shuni orqasidan ko'p siqilishlar, dard orqali ko'zlariga ziyon bo'lib, endi shu Alloh taolo bergan ne'mat, ko'z ne'matidan ayrilib qolishlik vaqtlarda turibdi. Endi bu muolajalar, bir qaratishlar qaraldi va hozirgi paytda Toshkentda buni operatsiya qilib, shu ko'zlarni olib qolishlik iloji bor. Birodarlar, siz bilan biz ozginadan bir harakat qilib akajonimiz ko'zini olib qolaylik. 150 ming, 200 ming atrofida shu pul ketadi inshaalloh. Endi birodarlar, akamizni o'zi harakat qilsin deydigan bo'lsa, o'sha ko'zlar ketib qolgandan keyin odam harakat ham qilolmay qoladi. Akamizni qarab turadigan yaqinlari ham yo'q, ketib qolingan. Shunga iltimos, hammamiz bir yoqdan bosh chiqarib, akamiz nomerlarini обязательно pastlarga video davomiga qo'yib ketamiz. O'zining kartalarini qo'yganmiz. Biz Jaloliddin qora akam bilan bu ishda ustida turibmiz. Inshaalloh akam bilan birgalikda shu ishni bir amalga oshiraylik degan maqsadimiz bor edi. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Birodarlar, akamizni bitta ko'z umuman ko'rmay qolgan. Ikkinchi ko'zi ham juda xira ko'radi. Buni hali bir ko'zingizni bir soatcha yumib ko'rsangiz bilasizda, dunyo qanchalik qorong'i, odamni yashagisi ham kelmay qoladi-da. Shunda bir yordam bo'lib qolsa yaxshi bo'ladi. Alloh payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi: "Allohu fi awnil abd ma kana al-abdu fi awni akhihi." Alloh taolo bir bandani yordamida bo'ladi, modomiki banda boshqa bir birodarini yordamida bo'lsa. Shuning uchun bir akamga jinni bir moliyaviy tomonlama bir yordam qiladigan bo'lsak, Alloh taolo so'zsiz bizni boshqa ishlarimizga yordam beradi. Xudo bu zoya ketmaydi qilinayotgan amallarimiz, bir harakat qilib inshaalloh shunga bir yordam berib olsak, Alloh taolo hammamizga oson qilsin.